Ingliz tilida eng ko'p qilinadigan 3 ta xato. English learners uchun. Assalomu alaykum. Agar siz ingliz tilida gapirayotganda ko'p to'xtab qolsangiz yoki keyin noto'g'ri aytdimmi deb o'ylab qolsangiz, bu video aynan siz uchun. Bugun men ingliz tilini o'rganayotganlar eng ko'p qiladigan 3 ta grammatik xatoni ko'rib chiqaman. Bu xatolar juda oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu xatolar sabab ko'pchilikning nutqi ishonchsiz eshitiladi. Agar siz ham men ham shunaqa aytganman deb o'ylasangiz, demak to'g'ri videoni ko'ryapsiz. Keling, birinchi xatodan boshlaymiz. I very like it. Ko'p ingliz tili o'rganuvchilar shunday jumla ishlatishadi. I very like it. Bu jumla juda mashhur, lekin grammatik jihatdan noto'g'ri. Nega? Sababi ingliz tilida very so'zi fe'l bilan ishlatilmaydi. Like bu fe'l. Shuning uchun very bilan kelmaydi. O'zbek tilida biz juda yoqadi deymiz va shu mantiqni ingliz tiliga ko'chirib yuboramiz. Lekin ingliz tilida bu boshqacha ishlaydi. To'g'ri variant I like it very much yoki kundalik tabiiyroq variant I really like it. Masalan, I really like this movie. I like this book very much. Shuni eslab qoling, very sifatlar bilan, really fe'llar bilan ko'proq ishlatiladi. Endi ikkinchi juda keng tarqalgan xatoga o'tamiz. I am agree. Ko'pchilik shunday deydi. I am agree. Lekin bu ham noto'g'ri. Nega? Sababi agree bu fe'l, sifat emas. Shuning uchun u bilan am, is, are ishlatilmaydi. To'g'ri variant juda oddiy. I agree. Masalan, I agree with you. I totally agree. Agar siz men rozi emasman demoqchi bo'lsangiz, I don't agree. Bu yerda yana bitta kichik lekin muhim narsa bor. Agree ko'pincha with bilan keladi. Masalan, I agree with your opinion. I agree with my teacher. Shuni eslab qoling. I am agree xato, I agree to'g'ri. Endi uchinchi xatoga o'tamiz. Bu xato ko'pchilikni chalg'itadi. I am boring va I am bored. Ko'p odamlar o'zini zerikkanini aytmoqchi bo'lib shunday deydi. I am boring. Lekin bu jumla boshqa ma'noni bildiradi. Boring zerikarli narsa yoki odam degani. Ya'ni siz shunday desangiz, men boshqalar uchun zerikarliman degan ma'no chiqadi. Agar siz o'zingizni zerikkan holatda aytmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri variant I am bored. Masalan, I am bored at home. I am bored right now. Buni eslab qolish uchun juda oddiy bir qoida bor. ing sabab, ed holat. Misol, this movie is boring. Film zerikarli. I am bored. Men zerikdim. Bu qoida faqat boring bilan emas, boshqa so'zlarda ham ishlaydi. Interesting, interested, tiring, tired, exciting, excited. Bugun ingliz tilida eng ko'p uchraydigan 3 ta xatoni ko'rib chiqdik. I very like it, I am agree, I am boring. Agar siz ham shu xatolardan birini qilgan bo'lsangiz, xavotir olmang. Bu o'rganish jarayonining bir qismi xolos. Agar xohlasangiz, keyingi videolarda shunaqa xatolarni yana davom ettirib, tushuntirib beraman. Videoni foydali deb hisoblasangiz, obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Ko'rishguncha!